Ey noshud ayol, bitta narsani tushun. O'zing uchun yasha. Bolalaring uchun emas, ering uchun emas, ota-onang uchun emas. Keltirib beraman, eshit yaxshilab. O'zing uchun yashamas ekansan, o'zingni ehtiyot qilmas ekansan, xo'p ana kasal bo'lib yotib qolding. Bolalaringga kim qaraydi? Misol, kim qaraydi? Sanchalik birov qaramaydi bolalaringga. Xo'p, kasal bo'lib yotib qolding. Eringni xizmatini kim qiladi? Ering boshqasi bilan yurib ketadi. Kasal bo'lib yotib qolding, kimga og'iring tushadi? Ota-onangga og'iring tushadi. To'g'ri aytyapmanmi? Birinchi o'rinda o'zingni asabiyni ehtiyot qil. Bolalaringga unaqa ko'p qayg'ururma, ularni kelajagi naq bo'lib qo'ygan. Ular kelajagi aniq o'zi. Alloh u seni qorningdaligida 121 kunga to'lganda rizqini, taqdirini yozib qo'ygan. Senga bog'liq emas bolangning kelajagi. Yokida eringni qaysi tomonga o'zgarish senga bog'liq emas. Allohning iznida ularning qalbi va hayoti. Tushun shu narsani. O'zingni ehtiyot qil.